kuniga kelib bizda majburiy ijro chiqing deb qo'ymay yotibdi. Qishda kuniga boradigan joyim yo'q. Qaynatamda uyi, men bu yerga 85-yil kelin bo'lib kelganman. Qaynatamda ota-onasini uyi. Boradigan joyim yo'q. Bolalarim bor, nevaralarim bor. Qishda kuniga qayerga boraman? Hurmatli prezident, yordam bering. Mana shu murg'ak bolalar, mana shu qariya insonlarning uvolidan qo'rqing. Hammamiz mo'min musulmonmiz. O'zingiz bir mantiqan o'ylab qarasangiz, qanaqa qilib mana shu yerda ota-bobolari yashagan, o'zlari yashagan, farzandlari yashagan xonadonni $30,000, qariyb 384 million so'mga sotib olib, o'zlariga 2 milliard so'mga qaytib sotmoqchisiz. Auksion qilib chaqirtirmagan. Auksion qilib shu uylaringni biz o'tkazib beryapmiz. Shu Oltinsoy hokimining akasi ekan. Majburiy ijro chiq deydi, chiq deb qayerga borsin bular? Boshqa turar joyi bo'lmasa, boradigan boshpanasi bo'lmasa, qayerga murojaat qilaylik, kimga aytaylik? Yo'q, bu 15 yillik kredit bo'lsa-da, birinchidan 15 yillik kreditga nima haqqi bor? Birinchisini kim ogohlantiradimi? Ota, mana shunday bu yilda uyingiz sotilyapti. Siz chorangizni ko'ring deyish kerakmi-da? Murg'ak go'daklardan keksa otaxonlargacha majburiy tartibda yashab turgan uylardan chiqarib yubormoqchi. Bunday ijro harakatlariga sabab bo'lgan voqea esa quyidagicha. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram prezident. Bugun biz sizga Surxondaryo viloyati Denov shahri Abdurahmon Jomiy mahallasi Jomiy ko'chasi 39-uyda yashovchi fuqarolar nomidan murojaat qilmoqdamiz. Murojaat qilishimizning boisi bugun mazkur xonadonga majburiy ijro byurosi xodimlari kelishib, mana bu siz ko'rib turgan fuqarolarni majburiy tartibda murg'ak go'daklardan keksa otaxonlargacha majburiy tartibda yashab turgan uylardan chiqarib yubormoqchi. Bunday ijro harakatlariga sabab bo'lgan voqea esa quyidagicha. 2020-yilda mazkur xonadon egalari bu xonadonni garovga qo'yishib, bankdan 300 million so'm miqdorida kredit olishgan. Shundan so'ng 2020-yilda karantin vaqti sababli 6 oy imtiyozli davr berilgan va mazkur xonadon egalarida 24 million so'mdan oshiqroq qarzdorlik mavjud bo'lgan. Shundan so'ng Sarosiyo tuman qishloq qurilish banki xodimi Melqulov Sodiq tomonidan mazkur xonadon Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanilik bo'lgan asli oltinsoylik Mamat Rahimov Sobir ismli shaxsga, ya'ni o'zining qarindoshiga qanaqadir noma'lum sabablarga ko'ra, agar auksion desak, auksionda e'lon beriladi, gazeta, jurnallarda va ommaviy axborot vositalarida vaqti aytilib, e'lon qilinib, shundan so'ngra savdoga chiqariladi. Bizga noma'lum sabablarga ko'ra o'zining qarindoshi, ham xolabachchasi, ham bojasi bo'lgan Mamat Rahimov Sobirga Sarosiyo tumani qishloq qurilish banki xodimi Melqulov Sodiq tomonidan berib yuboriladi va hozirgi kunga kelib o'zi asl bahosi hozirgi kunda qariyb 60 ming, 70 ming dollar bo'lgan mazkur xonadonni 30 ming dollar evaziga, ya'ni 384 million so'mga 5 yilga bo'lib to'lash sharti bilan o'tkazib berishgan va hozirgi kunga kelib Mamat Rahimov Sobir ismli fuqaro ushbu xonadon egalarini majburiy ijro byurosi xodimlaridan chiqib ketishlarini, yashab turgan xonadonlardan chiqib ketishlarini talab qilmoqda ekan. Mana bu yonimda turgan shaxs, ya'ni Jamshid akamiz Mamat Rahimov Sobirning oldiga borib, aka, Xudodan qo'rqing, insof qiling, 384 million so'm ekan, iltimos sizdan kelishaylik deganda, mayli, pulni 2 milliard so'm qilib bersang, o'zining yashab turgan ota-bobolari yashagan mana shu xonadon egalari yashagan uyni o'ziga qaytarib 2 milliard so'mga sotmoqchi bo'lgan. Mamat Rahimov Sobir aka, Xudodan qo'rqing. Mana shu murg'ak bolalar, mana shu qariya insonlarning uvolidan qo'rqing. Hammamiz mo'min musulmonmiz. O'zingiz bir mantiqan o'ylab qarasangiz, qanaqa qilib mana shu yerda ota-bobolari yashagan, o'zlari yashagan, farzandlari yashagan xonadonni $30,000, qariyb 384 million so'mga sotib olib, o'zlariga 2 milliard so'mga qaytib sotmoqchisiz. Bu qanaqa mantiqqa to'g'ri keladi? Qanaqa insoniylikka to'g'ri keladi? Muhtaram prezident,
mana shu yerda yashayotgan hamshaharlarimizni, mana shu fuqarolaringizni inson qadri tamoyili ostida o'zingiz qo'llab-quvvatlashingizni so'rab, Sanoat qurilish banki, ya'ni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Sanoat qurilish banki xodimi Meliqulov Sodiqqa nisbatan xizmat tekshiruvi tashlab, mazkur xonadon qanaqa qilib Sariosiyo emas, Sho'rchi emas, Denov emas, Termiz emas, aynan Toshkent shahrida yashovchi o'zining qarindoshiga sotilib yuborilganligi yuzasidan bir xizmat tekshiruvi o'tkazishda amaliy ko'mak bering. Sanoat qurilish bankining markaziy banki sizdan ham iltimos bo'ladiki, mazkur xodimingiz sababli mana bu xonadon egalari uysiz, vatansiz qolib ketayotganligi, mana bu murg'a go'daklarning kelajagi barbod bo'layotganligini ham o'ylang. Ularning ko'ziga bir qarang. Aziz vatandoshlar, hurmatli prezidentimiz, mana shu iltimos bilan Surxondaryo viloyati Denov shahri Abdurahmon Jomiy mahallasidan sizdan najot so'rab iltimos qilayotgan bu fuqarolaringizni ohini tinglab, ularga amaliy ko'mak berib, yashab turgan uylarini o'zlarida qoldirib, mavjud agar qarzdorlik bo'lsa to'lashda amaliy ko'mak berib, bular o'zimiz to'laymiz deyishyapti. Majburiy ijro xodimlarining qahraton qishda bu yerga kelib, mana bu murg'a go'daklarni chiqarib yuborishini oldini olishda ko'mak berishingizni so'raymiz.